Xayrli kech azizlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan 3 ta hikoyam juda jumboqlarga boy. Ularning birinchisi Toshkent atrofidagi Yangiyo'l tumaniga bog'liq bo'lsa, qolgan ikkisi ham Toshkent atrofidagi bir xil maskanga taalluqlidir. Bu uchala hikoyani birlashtirishimdan maqsad esa turli xil joylarda bir-biriga mavhum bir xil voqealarning sodir bo'lishi bo'ldi. Hikoyalarni yuborgan mualliflar o'z ism-shariflarini sir bo'lib qolishini afzal bilishdi. Biz ham ularning rioyalarini qilgan holda voqelikni muallifga emas, hikoyaga qaratishni ma'qul ko'rdik. Hikoyani boshlashdan oldin shuni ma'lum qilmoqchimanki, mualliflar ushbu voqealarni hayotda sodir bo'lganini ta'kidlashiga qaramasdan, uni sizga o'qib berayotgan insonda uning rost yoki yolg'onligini tekshirishning imkoniyati yo'q. Men bularning barchasini mualliflarning vijdoniga havola qildim. Ana endi boshladik. Birinchi hikoya. Kollejni bitirganimdan so'ng soham bo'yicha ish topa olmadim. Aniqrog'i, maoshi ishiga nisbatan nomutanosib edi. Yaqin dugonam kollej vaqtidan beri eshik va rom ishlab chiqaruvchi sexda ishlardi. Ish izlab yurganimni bilgani uchun meni o'z ishlayotgan korxonasiga ishga taklif qildi. Yangi korxona xodimlar izlayotgani uchun ishga joylashishimda muammo deyarli bo'lmadi. Korxona binosi ovloq va xilvat joyda joylashgandi. Kunduzi borib kelish muammo emas, ammo kechqurun biroz zimiston manzara bo'lgani uchun ayol qizlar boshqa xodimlar bilan birgalikda korxonadan chiqib, to mahalla boshiga qadar yetib olishardi. Mening uyim korxonamdan biroz uzoq bo'lgani uchun men mahalla boshiga yetgach avtobusni kutardim. Qolgan xodimlarning uylari shu tumanning o'zida bo'lgani uchun ular asta-sekinlik bilan turli xil bir ko'chalarga tarqalib ketishardi. Ularning birida noodatiy tush ko'rdim. Tushimda shu korxonamga boshqa xodimlardan oldinroq boribman. Korxonani kiyim almashtirish xonasiga kirdim. Katta xona kichik-kichik xonaqohlardan iborat edi. Oxirgi xonachaga borganimda, u yerda tanasi mutloq ko'karib ketgan, sochlari palapartish to'zg'igan, yarim yalang'och bir qiz arang ahvolda yotardi. U meni sezib asta o'rnidan turishga urinib, "Menga yordam bering" dedi. Shu on xuddi vaqt to'xtab qolgandek o'tmishga qaytib qoldik. Qiz menga uni qanday qilib o'ldirishgani va qay ahvolda shu yerga chalajon holatda ko'mib ketishganini ko'rsatdi. Dahshatdan uyg'onib ketdim. Ko'nglim o'ta behuzur bo'ldi. Chunki ko'z oldimda sodir bo'lgan qotillik va uning izlarini yo'q qilinishini guvohi bo'lib turgandim. Me'dam bunga dosh bera olmadi. Bir necha kun ishga ko'nglimda g'ashlik bilan borib keldim. Hali hanuz tush ta'siridan chiqib keta olmasdim. Shu mahallada yashovchi yosh kattaroq bir ayolni uchratib, undan shu maskan tarixi haqida so'ramoqchi bo'lganimda, menga biroz g'alati qaragani yodimda. "Bu yerlar oldin qanday joylar bo'lgan?" degan savolimga savol bilan "Tinchlikmi?" deb javob bergandi. Men ham o'zimni yo'qotib qo'ymay, shunchaki o'zim qiziqdim. Bu yerlar oldindan sex bo'lganmi? Bizni korxonadan oldin nimalar ishlab chiqarilgan? Shunga qiziqdim xolos" dedim. Darhaqiqat, rahbarimiz bu obyektni ijaraga olganiga 1 yil ham bo'lmagan. Menimcha, men ishga kirishimdan taxminan 4-5 oy oldin olingandi. Odatda bunday korxonalar obyekt egalari bilan eng kami 1 yildan to 5 yilga qadar ijara shartnomasini imzolashadi. Yosh katta ayol uzoq cho'zib o'tirmay ters ovozda, "Bu joyni ishlatganlar ko'p ishlata olmagan, tez-tez almashtirib turadi" dedi. Uning muomalasidan o'zimni chetga olganimni sezdi shekilli, biroz hovuridan tushib, o'zi shu maskan tarixidan gap ochib ketdi. Aytishiga qaraganda, avvallari bu yerlar botqoq va tashlandiq joylar bo'lgan. Keyin mana shunday korxonalar uchun texnozona qurilib, obyekt qismlarga bo'linib, turli sohalarga ixtisoslashtirilgan. Ammo orada qurilish ishlari to'xtab qolgani sabab beodob yoshlarga qo'l kelib, bu joylar ular uchun tunda ishrat maskaniga aylanib qolgan. 2000-yillar shamoli bu yerlarga ham esgan. Yoshlarning narkotik moddalarga berilishi, insonlarning o'z-o'zidan g'oyib bo'lishi, qizlarni zo'rlash va boshqa mudhish ishlar ham bu yerlarni qamrab olgandi. Aksar hollarda o'g'irlab ketilgan qizlarning jasadi topilar, aksar hollarda esa ular nom-nishonsiz g'oyib bo'lar.
tirigiyu o'ligi noma'lumligicha qolardi. Ayol men sizga aytib bergan umumiy voqelikni detallari bilan aytib bergandi. Uni eshita turib yuragim shuvullab ketdi. Shu on tushimga kirgan qiz yodimga tushdi. Uni ham tuproq va qonga belangan holda uchratgandim. Hayolimni haligi ayolning "Nega so'rading o'zi?" degan shubhali savoli buzdi. O'zimni qo'lga olib, shunchaki qiziqqandim. Bunchalik ekanini bilmas ekanman, deb korxonam tomon ravona bo'ldim. Rostdan ham men Yangiyo'l tumaniga umrimda ilk marotaba kelishim, bu voqealar haqida umuman bexabar edim. Balkim eski aholi bular haqida eshitgandir. Bilgichlar bo'lsa gap qaysi joy haqida ketayotganini ham darhol anglasalar kerak. Ayolning gapidan so'ng tushimga kirgan qiz qismati haqiqatga yaqindek ko'rina boshladi. Ancha vaqt davomida tushlarimda bezovta bo'lib yurdim. Ishga ham bormay qo'ygandim. Tushimga kirgan qiz halovatimni olib qo'ygandek edi go'yo. Bir necha oy davomida o'zimga kela olmadim. Ichki ishlarga borib, ko'rgan tushum haqida aytay desam, ular mediumlar bilan ishlashmaydi. Shundoq ham ish ko'p xodimlar meni majnunga chiqarishlari tabiiy edi. Rostdan ham men tushimda shu yerga ko'milgan qizni ko'rdim desam, tushimga ishongan holda bu yerdagi kiyim almashtirish xonasi, ya'ni razdevalkani hech kim polini buzib, ostini kovlamasdi. Agar hech narsa topilmasa, uni yana o'z holiga keltirish albatta katta xarajatni talab qilardi. Shu bois bu jumboq o'zim bilan qoldi. O'zim bilan o'zim kurashishga majbur edim. Ammo kimgadir yorilmasam bo'lmasdi. Lekin kimga? Bora-bora tushlarim manzarasi o'zgarib, har kuni deyarli bir xil tush ko'ra boshladim. Har doim tushimga mendan yordam so'rab iltijo qilgan qiz endi meni yo'limni to'sib, sixga kirishimga to'sqinlik qilib, "Iltimos, kelmang, qayting" derdi. Har kecha uni har xil holatda ko'rardim, ammo tush mazmuni bir xil edi. Men uni tushimda ko'riboq ortga qarab qochardim. Uning gaplaridan emas, uning tashqi qiyofasining abgor va qo'rqinchli ekanidan. Yuqorida aytganimdek, bir necha oy ishga chiqmaganim bois, dugonam hol-ahvol so'rash maqsadida yana meni ishga qaytishimni tavsiya qildi. Bir tomondan o'ylab qarasam, oddiy bir tushni deb bu qadar chuqurlashim ham xatodek edi. Qolaversa, bunday ahil va quvnoq hamkasblarni, bunday kollektivni boshqa joydan topa olmasligimga ishonchim komil edi. Uyda ishsiz o'tirishni o'zi ham qiz bolaga oson emas, o'zingiz tushunasiz. Balkim bekorchilikdan mana shunday xayollar va tushlar meni ta'qib qilayotgandir deb ham o'yladim. Xullas, ishga qaytishga qaror qildim. Ammo qaytishga jazm qilganimdan keyingina nega tushlarimda haligi murda meni bu yerlardan ketishimni iltimos qilganini anglagandek bo'ldim. O'sha kezlari Ramazon oyining so'nggi kunlari edi. Shu munosabat bilan rahbariyat tushlikda 2 soatga dam olishga izn bergandi. Tushlikda qizlar bilan miriqib suhbatlashib o'tirardik. Bir hamkasbim kulgu bahonasida "Sen yo'qligingda bu yerda juda zo'r voqealar sodir bo'ldi" deb yubordi. Darhol boshqalar uni to'xtatishdi. "Qo'y indama, o'zi zo'rg'a chaqirib oldik bu qizni" deyshti. Baribir ayol kishimiz, og'zimizda gap turarmidi? Xullas, qizlar birin-ketin sodir bo'lgan voqealar haqida aytib bera boshlashdi. Ramazon kelishi bilan boshlig'imiz toliqib qolasizlar deb yozni jaziramasdan panoh bo'lishi uchun tushlik vaqtini 2 soatlik qilib o'zgartirgandi. Yulduz ismli hamkasbimiz yotoqxonada uxlab yotganida Oybek ismli xodim kirib kelib, qizni uyg'otib, suhbatlashib o'tiraylik degan. Xitmirlik qilib qizning uzun sochlaridan tortib ham uyg'otgan. Qiz ham hech nimadan shubha qilmay, u bilan suhbatlashib o'tiravergan. So'ngra birdan Oybek, "Mayli, ish boshlandi" deb chiqib ketgan. Sal o'tib Yulduz tashqariga chiqib, yuklarni ortayotgan yuklovchilar nimanidir muhokama qilayotganida ularga yuzlanib, "Oybekdan so'ranglar" degan. Yuklovchi yigitlar unga javoban Oybekni shaharga ketgani, hali qaytmaganini aytishgan. Yulduz ham kulimsirab, "Sizlar ko'rmadinglar chog'i, hozirgina dam olish xonasidan chiqib ketdi-ku, biz birga gaplashib o'tirgandik" degan. Xodimlar ishonmay Oybekka qo'ng'iroq qilishgan.
Balkim six kattaligi uchun Oybekni ko'rmay qoldikmikan deb o'zlaridan ikkilanib ham qolishgandi. Oybek go'shakni ko'targanidan so'ng Yulduzga ham ko'rsatishgan. Rostdan ham Oybek go'shakni ko'targanida shahar shovqini ichida edi. Ishlab chiqarish korxonalarida ishlagan insonlar bilishadi. Tushlik vaqtlarida har qanaqa shovqinli maskan suv quygandek jimjit bo'lib qoladi. Oybek go'shakni ko'targanida sexdan chiqqan deb faraz qilsak ham, tashqari va shaharning shovqinini ajratish qiyin emasdi. Yulduz Oybekka "Qayerdasan?" deb savol berganida, Oybek "Shahardaman. Kuni kecha 3 kunga ishdan javob oldim-ku, shu ishlarimni bitiray deb yuribman-da" deb javob berganidan so'ng barchaning yuzi oqarib ketdi. Bundan ham qizig'i keyinchalik sodir bo'ldi. Nigina ismli qizimiz haloga, ya'ni hojatxonaga kirganida Asom ismli xodimni ko'rib qoladi. Nigina darrov unga dakki beradi. "Aqling joyidami? Ayollar hojatxonasida senga nima bor?" Asom esa pinagini buzmay kulib, "Hamma erkaklar sigaret chekish uchun kirib olishgan ekan. Qarasam ayollarniki bo'sh turibdi. Hozir chiqaman, vahima qilma endi" degan. Nigina unga o'shqirib nimalarnidir gapirayotganida uzoqdan unga boshqa qizlar "Ey jinni, kimga baqiryapsan?" deb so'rashadi. Eshik ochiq qolgani uchun Niginani kimgadir kuyib-pishib gapirayotganini hamma ko'rib turgandi. Nigina ham ularga javoban "Asom hojatxonaga kirib olibdi, chiqmayapti" desa, Asom oshxona derazasidan boshini chiqarib, "Aqling joyidami? Ayollar hojatxonasida menga nima bor?" deb taajjublanadi. Nigina shu ondayoq rangi oqargan holda tashqariga qarab otilib chiqib ketadi. Boshlig'imiz xonasi asosan akfa romlari bilan jihozlangan bo'lardi. Oynalarga maxsus shaffof nakleykalar yopishtirilgan bo'lishiga qaramasdan, kun davomida u o'z ish stolidami yoki yo'qmi, bizga uning sharpasi ko'rinib turardi. Ammo ichkaridan rahbar hammani tiniq holatda kuzatib o'tirardi. Kunlardan bir kuni ish soati tugab, xodimlar ham uyiga tarqalganida ham hisobotni qilib o'tirgan rahbar g'alati sahnaning guvohi bo'ladi. Bir xodima ayol kiyinish xonasidan yuvinib chiqib, yarim yalang'och holida shu oyna oldiga kelib, sochlarini sochiqda qurita boshlaydi. Boshliq "Bu ayol menga tiniq ko'rinishini bilmaydimi yoki jinni bo'lib qoldimi?" deb hayron bo'ladi. Darhol eshikni ochib, "Hamma allaqachon ketib bo'ldi. Siz nega hali ham ketmadingiz?" deb qarasa, hech kim yo'q. Hayron bo'lib, kiyim almashtirish xonasiga uning ismini aytib qidirib boradi. Yo'q. So'ng sex bo'ylab izlaydi. Hatto tashqariga chiqib, lampochkalar yorug'i yoritgan joylargacha boradi. Ammo haligi xodima ayolni na o'zini, na soyasini topadi. Shu voqealar fonida qorovul birdan ishdan ketishini aytib qoldi. Boshqa qorovul kelguniga qadar ishlab turing deb iltimos qilib, uni yana ishga olib kelishgan. U bilan ham nimadir sodir bo'lgani yaqqol aniq edi. Ammo u negadir hech kimga og'iz ochmadi. Lekin qayta-qayta ishdan ketaman deb aytavergani, biz ham sababini so'rayverganimiz ortidan u ham oxiri yorildi. Ammo uning versiyasi hammanikidan ko'ra dahshatliroq chiqdi. Xullas, seximizga kirishda 4 ta xonadan iborat yana bir bino bor edi. Uning eshiklari temir zanjirlar bilan tambaland tashlangan. Biz asosan ochiq osmonda ishlardik. Shu bois yomg'irli yoki quyoshli kunlar biz uchun o'ta og'ir kechardi. Ishlar yurishib, buyurtmalar hajmi oshgani uchun korxona yana o'nlab xodimlarni ishga oldi. Endi joy muammosi aktuallashdi. Boshliq bu binoni ham ochib, uni ishlatmoqchi bo'lganida ijarachi bunga qarshilik ko'rsatgandi. Boshliq "Men bu binoni butunligicha ijaraga olganman. Nega unda bu joyni bo'sh qoldirishim kerak? Men nima uchun haq to'layapman?" deb uni majburan ochtirdi. O'sha kezlarda ham bu 4 ta xonada turli xil voqealar sodir bo'lib turgan. Hamma bir-biridan shubhalanganmi yoki andisha qilganmi, boshida hamma sukut saqlagan. Ayrimlar balkim faqat menga ko'rinyaptimi deb inday ham olmagan. Ammo bora-bora bu narsalar ochiq oydinlasha boshladi. Barcha o'zi guvohi bo'lgan holatlarni o'rtaga tashladi. Ana shundan keyingina boshliq
ortiqcha gap-so'z, ovozalarsiz binoni topshirishga qaror qildi. Chunki bunday holatda ishlab bo'lmasdi. Xodimlar ishga kelmay qo'yishgan, ayrimlari bo'shab ketar. Yangi xodimlarni jalb qilishdan ma'ni yo'q. Ular ham ko'p o'tmay shunchaki ishga kelmay qo'yishgandi. Rahbar binoni topshirib, boshqa joyga ko'chib, ana so'ngra keyin tinchidi. Keyinchalik bilsak, ijarachi ham ancha vaqt bu binoni ijaraga bera olmagan. Ijaraga olganlar ham bir necha oy ishlatmas joyni topshirib ketaverishgan ekan. Ikkinchi hikoya. Quyidagi voqeani yuborgan muallif voqea joyini aytmaslikni ma'qul ko'rdi. Ammo biz ikkinchi va uchinchi voqeaning mazmuni bir xilligidan voqea maskanini sir saqlagan ayol ham aslida qayerda nazarda 2021-yili sinov kelib, jazoni o'tash maskaniga kelib qoldim. Qaysi qamoqxonaligini ayta olmayman, ammo bu voqealarni o'sha yerda bo'lganlar juda yaxshi bilishadi. Xullas, uzoq cho'zib o'tirmay borini aytaman. 4 kishilik kameraga yil oxiriga kelib, joy yetishmovchiligidan 7 kishi joylashadigan bo'lib qoldi. Men yerda yotardim. Kunlardan bir kun beton uzra oyoq kiyimsiz, chapillagan qadamlar va hansiragan, vahimali nafaslar bilan tun yarmida bir ayol kameralar oralab, u yoqdan bu yoqqa yurib, oxiri bizning kameramizga kirib keldi. Ko'zim g'ira-shira ochiq edi. Uyqusiragan bo'lsam kerak. Ayol ohista yurib oldimdan o'tib, hojatxonaga kirib ketdi. Menimcha mahbusalardan biri bo'lsa kerak deb boshida ahamiyat bermadim. Ammo birdan xayolimga kelgan narsa uyqumni ham, halovatimni ham bir zumda olib qo'ydi. Kameralar eshigi qalin va 2 qavatli po'latdan bo'lsa, uni ochib yopishda shovqini butun boshli zonaga eshitiladi. Ammo bu ayol qanday qilib hech bir ovozsiz kirib keldi? Ichimda mavhum ravishda qo'rquv va hadik uyg'ongandi, ammo indamay jim yotardim. Yonimdagi sherigimni uyg'otmoqchi bo'ldim, ammo u xurrak yotib yotgani uchun yana sukut saqlashga majbur bo'ldim. Shu tuni amallab tong ottirdim. Keyinchalik bu holat bir necha marotaba takrorlandi. Menga ko'rinyaptimi yoki aqldan ozdimmi, bilish uchun uni poylashga qaror qildim. Tunda kamera tirqishidan uning yo'lakdan kelishini poyladim. Tirqish katta bo'lmasa ham tor bo'lgan yo'lakning ikki tomonidan kelayotgan insonni ko'rish imkoni bor edi. Har holda qishning qahratonida zax beton bo'ylab kimnidir yalang oyoq yurib kelishi juda g'alati ko'rinardi. Ammo afsuslar bo'lsinkim, poylagan tunlarim hech kimni ko'rmasdim. Umuman olganda kimgadir aytib beradigan darajada vahimali voqea ham emasdi aslida. Kunlarning birida xomush tarzda xayol surib o'tirganimda yonimdagi qiz nima bo'ldi deb so'rab qoldi. Sukut saqladim. Siqilma, bari yaxshi bo'lib ketadi deb dalda berdi. Odatda yangi kelganlarga shunday dalda va ruhiy ko'mak berilardi. Yo'q, men boshqa narsani o'ylayapman. Aytishga arzigulik ham narsa emas, ammo o'ta tushunarsiz-da deb unga ko'rganlarimni aytib berdim. "Voy, sizda ham shunday bo'ldimi?" deb ortimizda turgan ayol gapirib yubordi. Javob berishimga ham ulgurmay atrofdagilarga qarab, "Bu qiz bilan ham shu voqealar sodir bo'libdi" deb baqirib yubordi. Birdan kamera jimjit bo'lib qoldi. Oramizda yosh kattamiz sekin past ovozda "Senga gapirsa bo'ladimi? Qo'rqib ketmaysanmi?" deb gapni uzoqdan olib keldi. Sen bilan sodir bo'lgan voqealar o'ndan biri xolos. Kimdir hammomda, kimdir sayrgohda, yana kimdir tergovga chiqib ketganida shunday holatlarni ko'rishadi. Ko'pincha esa tunda, hamma uxlayotganida sodir bo'ladi. Bir mahbusa kamerasidagi rakovinada kirlarini yuvib, uni ilish uchun kirxonaga boradi. Unga muqaddam jazo muddatini o'tab, bu yerdan allaqachon ketgan kameradosh ko'rinadi. U bilan muloqotga kirishganida u mahbusaga hujum qiladi. Uni og'ir jarohatlar bilan yerda behush holda topishadi. Yana kimdir esa komandir ayol tomonidan kaltaklanganini iddao qiladi.
Ammo shu kuni aynan o'sha ayol boshqa smenada bo'lgani bois ishga kelmagan bo'lib chiqadi. Ayrimlarga esa hujum qilmaydi, suhbatlashib o'tirganlar ham bo'lgan. Qamoqxona qurilayotgan kezlarda yosh yigit va qizlar bu yerlarga kelib ishrat qilishga odatlanib olishgan bo'ladi. Xullas, bir necha badxulq yigitlar bir qizni aldab, shu yerga boshlab kelishadi va jamoaviy tarzda uni zo'rlashadi. Keyin jinoyatlari fosh bo'lmasligi uchun uni o'ldirib, shu yerlarning biriga ko'mib ketishadi. Qizil ko'ylakdagi qiz desa hamma biladi. Qamoqxona xodimlaridan tortib, shu mahallada istiqomat qiluvchilarigacha. Uning gaplariga ishondim. Rostdan ham mening tumanimda ham eski maktab binosi bo'lardi. Biz bu binoga kunduzi o'ynagani borganimizda pichoqlar, homiladorlikdan saqlovchi qoplar, ishlatilgan shprits va boshqa buyumlar yotardi. Xullas, eski binolar ayrimlar uchun xataga aylanardi. Keyinchalik boshqa bir guvohdan ham shu holatga doir voqeani eshitdim. Bir kuni kirakash, xilvat va hali bitmagan bino oldidan o'tayotganida yo'l yuzida qo'l ko'tarib turgan qizni ko'radi. Haydovchi muqim inson bo'lgani uchun bu joylarni yaxshi biladi. Yigiti bilan uchrashgan bo'lsa, aldab shu yerlarga olib kelib, qoldirib ketgan bo'lsa kerak deb qizni mashinasiga mindirib oladi. Yo'l davomida qiz tinimsiz ravishda yig'layvergan. "Singlim, siz o'tirib turing. Men sizga bu do'kondan suv olib beraman" deb yo'l yuzidagi kichik do'konchada to'xtaydi. Suvning haqqini to'layotgan vaqtda sotuvchiga "Shu binoni atrofini odamlar kirmaydigan qilib to'sib qo'ysa bo'lardi. Hozir ham bir qiz yordam so'rab turgan ekan. Yo'l bo'yi yig'lab kelsa-ya. Tun mahali nima bor ekan bu yoshlarga bunday xilvat joylarda? Hayronman" deb aytadi. Sotuvchi birdan sergak tortib, "Qizni qayerdan oldingiz? Qizil ko'ylakda emasmidi?" deb so'rab qoladi. Haydovchining javobidan so'ng uni qo'rqitib yubormaslik uchun "Aka, yuring, men sizni kuzatib qo'yay. Mashinaga minib olguningizgacha kalima qaytarib boring" deb jiddiy ohangda gapiradi. Tashqariga chiqib, mashinasiga yaqin kelib, orqa eshikni ochib, qizga suv uzatadi va beixtiyor qo'lidan suv tushib ketadi. Suvni olish uchun engashganida qizning libosi ostida tuyoqli oyoqlarini ko'rib qoladi. Haydovchi shu ondayoq hushidan ketadi. O'ziga kelganida ustida haligi sotuvchi erkakni ko'radi. Haydovchi unga ko'rganlarini aytib berganida sotuvchi unga "Aka, siz birinchisi emassiz. Menimcha oxirgisi ham bo'lmaysiz. Men sizni cho'chitib yubormaslik uchun ham kalima qaytarib boring degandim" deb aytadi. 3-hikoya. Sizga bir voqeani aytib beray. Ismim sir bo'la qolsin. Toshkentdagi Zangiota ayollar qamoqxonasi. Yangi komandir kelgan vaqtlar, yilini ham aytmaganim ma'qul. Odatda ayollar tongi 7 dan kechki 22:00 gacha qamoqxonaning o'zidagi tikuvchilik sexida ishlashardi. Kunlardan bir kuni kimdir sexda tungi 12larida qolib ketadi. Sex derazasini taqillatib qolganlarini yordamga chaqiradi. Navbatchi mahbusa uxlab qolgan bo'lsa, sheriklari qoldirib ketgandir. Tunda uyg'onib qolib qo'rqib ketdi shekilli degan xayolda chiroqlari o'chirilgan zimiston tikuv sexiga qarab boradi. Eshik qulf. Ichkarida esa haligi ayol baqir-chaqir qilgancha u yoqdan bu yoqqa yurib hammani yordamga chorlardi. Komandir ayol unga tinchlanib olishini aytib baqiradi. "Mana yetib keldim, buncha vahima qilasan" deydi. Eshikni ochib chiroq yoqilishi bilan shovqin birdan tinib qoladi. Berkinib oldimikin deb xonani obdon tekshirib chiqadi. Topa olmay jig'i-biyron bo'lib ortiga qaytadi. Keyingi safar ham yana uning navbatchilik smenasida shu holat takrorlanadi. Sheriklariga bu holat haqida aytganida ular "O'z ko'zing bilan ko'rdingmi?" deb so'rashadi. "Ha, ko'rdim. Derazadan urib yordamga chaqirgandi. Sexga kirishim bilan qayergadir yashirinib oladi. Asablarim buzilib ketadi" deydi. Bu holat komandirga yetkaziladi. Qamoqxona va tikuv sexi orasida ma'lum bir masofa bo'lgani bois, ob-havoning qay holatda bo'lishidan qat'iy nazar, qormi, yomg'irmi, jalami farqi yo'q, albatta yo'qlov qilinadi. Birorta inson yo'qlovdan xoli qolishi mumkin emas. Ya'ni kun yakunida tikuv sexida odam qolib ketishi amri mahol edi. Buning tagiga yetish uchun bu safar navbatchilikda komandirning ham o'zi qoladi.
Yuqoridagi holat sodir bo'lgan zahoti komandir g'azab bilan tikuv sexiga boradi. Shu qamoqxonada ancha yildan beri ishlaydigan xodimi nimadandir ko'ngli xijil bo'lib, sal o'tib uning ortidan boradi. Qarasa tikuv sexi eshigi ochiq, ichkarida esa komandir hushsiz holda yotardi. Ichkari ham o'z o'rnida qop-qorong'u edi. Yo'lak chirog'i ochiq qolgan eshik tirqishini yoritardi xolos. Xodima komandirni o'ziga keltirib, yuziga 1-2 tarsaki tushiradi. Komandir o'ziga kelib, dispetcherlikka olib borilganida ko'rganlarini so'zlab beradi. Eshikni ochib kirishim bilan ichkarida bir ayol o'zini osib qo'ygan ekan. Birdan ko'zi ochilib, menga qo'lini cho'zganida qo'rqib ketdim. U yog'ini eslay olmayman, deb so'zlab berdi. Boshqalar tekshirgani borganida u yerda hech kimni ko'rishmaydi. Shunda komandirning ortidan borgan eski xodima bir vaqtlar bu yerda sodir bo'lgan holatni so'zlab berdi. Aytishiga qaraganda, oldin yo'qlamada bir ayolning ismi ro'yxatda chiqmaydi. Uni izlab tikuv sexiga kelishganida matolardan arqon yasab, o'zini osgan holda topishadi. Shundan so'ng komandir ishdan bo'shab, boshqa bu yerlarga kelmadi. Keyingi voqea biroz vahimali bo'lishi mumkin. Katta va keng xonada 70 ga yaqin ayol qizlar yotishgandi. Karavotlar yonma-yon tartib bilan qo'yilgan. Qizlar navbat-navbat kim tunda hojatxonaga kirib chiqqanini yozish uchun navbatchilik qilishardi. Kim nechida chiqib, nechida qaytganigacha aniq qayd qilib borilardi. Aslo 2 kishiga bir vaqtni o'zida izn berilmagan. Avval biri keladi, keyin ikkinchisiga ruxsat berilardi. Tunlarning birida bir qiz hojatxonaga borib qaytib kelmaydi. Navbatchi ayol o'zidan qo'rqib, uni uxlab qoldimikan degan gumonda ortidan boradi. Soat tungi 2lar atrofi. Hojatxonaga borganida qizni shokda, yerda qaltirab o'tirgan holatida topadi. Undan nima bo'lganini so'rashganida u bir qiz hojatxonada o'tirgan ekan. U bilan biroz gaplashdim. Ha deganda chiqavermagach, pastga egilib qaraganimda oyoqlari o'rnida katta tuyoqlarni ko'rib qoldim, deb aytib beradi. Navbatchi eshikni ochganida esa ichkarida hech kim bo'lmaydi. Avvaliga uni alahsiragan deb gumon qilishgandi, ammo keyinchalik boshqa mahbus ayollar ham shunga o'xshash holatlarni ko'rishganini ayta boshlashadi. Tunlarning birida men ham hojatxonaga borganimda yonimdagi sherigimni ko'rib qoldim. Navbatchi ham uyqu so'radimi, u kelmasidan menga ruxsat beribdi deb o'yladim. "Qachon kelding?" deb so'raganimda, "Sendan oldin" deb javob berdi. Men navbatchi bilib qolsa bizga gap tegmasin deb darrov yotoqxonamga qaytdim. Karavotimga yotgan zahotim yonimdagi karavotda haligi sherigimni xurrak otib uxlab yotganini ko'rib qoldim. Bunga o'xshash holatlarga boshqalar ham guvoh bo'lishgan. Ammo shu bugun men buni sizga, siz orqali ommaga havola qilyapman. Buning sir asrorini hali hanuz hech bir inson bilmaydi. Xulosa o'rinda shuni aytmoqchimanki, mudhish qotillik qurboniga aylangan insonlar keyinchalik yaqinlarining tushlariga kirib, o'z taqdirlarini so'zlab bergan holatlari o'zimizda ham juda ko'p marotaba sodir bo'lgan. Bunga misol qilib, yaqinda Kunuz mediasida chiqqan katta shov-shuvli jinoyat bayonnomasini ham misol qilib keltirishim mumkin. Unda 18 yoshli yigit mast holda o'zini poyezd tagiga tashlangani haqida tafsilot keladi. Ammo marhum onasining tushiga kirib, o'z joniga qasd qilmagani, uni kimlar qay tarzda o'ldirganini aytib beradi. Ona shu tush asosida ko'p marotaba ichki ishlar xodimlari va tergovchilariga murojaat qilib, ishni qayta ochishga erishadi va tush asosida ko'rilgan tafsilotlar natijasida haqiqiy qotillar topiladi, jinoyat esa ochiladi. Aslida yigitni do'stlari dala hovliga olib borib, uni shu yerda bo'g'ib o'ldirib, keyin uni mast holda tasvirlash uchun alkogol ichimligini og'zi va tanasiga qo'yib, jasadni esa poyezd yo'lagiga qoldirib ketishadi. O'zi reglamenti bo'ylab kelayotgan poyezd yigitni bosib ketib, so'nggi xulosada suiqasd degan tafsilotga sababchi bo'ladi. Aynan onaning tushi sababli asl jinoyatchilar topiladi va ular barchasiga iqror bo'ladilar. Hurmatli tinglovchilar, nima deb o'ylaysiz? Zangiota qamoqxonasi va Yangiyo'ldagi sexda ishlagan qiz ko'rgan tushlar aslida nimadan dalolat beradi? Rostdan ham o'sha mash'um binoda qizning jasadi topilishi, ya'ni qizning tushi rost bo'lib chiqishi mumkinmi?